Xitoyga safarimiz boshlandi. Goddamn, bro. It vlogmi bu? Ha, vlog bo'ladi. Fayzullo vlog-da. Shunaqa. Operator Fayzullo. Operatorimiz ana ko'rsataylik. Oy. Cho'zza crash yeb. Bitta novost bor-da. Qanaqa novost? Prям ekskluzivni kameraga isanga aytaman. Biz Xitoydan kelgunimizcha mashina ham almashadi. Reально? Qaysinga? Goddamn-mi? Aytolmayman. Keyin intriga bo'lsa. Qatga. Kitay, brat. Guangzhou. Damn, bro. Hozir boramiz. Aha. Basseyngami сразу? Reysimiz 13:30. Hozir soat 11:21. Сколько надо сдать? 2 soat? soat. Nima qilamiz 2 soat ichida? Sim kart olib turamiz. Mana fo'q olishadi-ku, bilasanmi? Antonda o'tiradi. Yo'sho, hay, oy, yo'sho, hay, oy. Ketdik bittas. Nega so'kyapsan? Xitoyliklar tushunmaydi baribir. Ha? Lekin kichkina ekan samolyot. Kichkinaga bo'lmaydi. Haqmanmi? Как будто bor, samolyot ichida anaqasi yo'q, televizorchasi yo'q. Nima deb o'ylaysan? Siz joyda siz bor, ketdi. Yo'q, ranli yo'q, brat. Qara, sen yo'q deb o'ylaysan. Men bor deb o'ylayman. Bitta chiroyli burgermi nimadirda. McDonald'sdan, hay bo'lsa. Go. Sen yo'q deding, men bor dedim. Bla, brat. McDonald'slik bo'ldik. Chunki men уже ko'rdim-da. Monitor yo'q ekan. Let's go, bro. Brat, biz McDonald'slik bo'lib oldik. McDonald's chunki Monitor yo'q. Biz короче alohida bo'lib qoldik javob bilan. Do'stlar, va nihoyat 4 soat 45 minutda biz Sian shahriga yetib keldik. Bilar, qanaqa reportaj bo'lib qoldi. Lekin ancha sovuq ekan, sezding? Bu bo'ldi, aql xotinli bo'ldi bu. Bo'ldi. Bugun polni ustidan kulinadi. Managa. Bilar, Bobur bo'lganda. Ощущение samolyotdan keyinda. Bilasan qanaqa? Kozim qani? Kozim? Kozim? Obuna bo'lib qo'ydingmi? Kozim obuna bo'lmadingmi? Babur yo'lda bo'lsa, zavod telefon otarmiz. Hammaga alohida xona, o'rtoqlar. Завтрак 6 часов начинается. Do 9? До 10. Do 10. Да. Еще запомните, 11:30 минут мы здесь собрать вместе. Всё. Окей? Okey. Хорошо отдыхайте. Hammaga alohida xonada. Здесь получится. Aziyat qilan olib kelmagin yana. Ertalab. Осуждаю. Короче, biz hozir zasilasiya qilaylik, keyin sizlarga ko'rsataman. Hammasi shu отдельный ekan. All right, bro. Давай, bitta. Ну-ка. Брат, давай, заходи, блядь. Ю, твою мать! Могу? Душ! Vit. Брат, это что такое? Endi hozir mani xonamga kirib ko'ramiz.
Ha, no bir xil ekan. No yeb qanaqa biz. Nuka menda qanaqa ekan bit? Men ham hozir shuna xonamga kirib xursand bo'ldim va xursandligimdan reski bolalar qaranglar deb chiqib kaltamni qoldirib qo'ydim. Ana endi xona quflanib qoldi. Shucha Ahrorga xonasiga kirdim, вот mana shu divan ikkalamizga ham yetadi. Ну, конечно, javohga yaxshiroq. Javoh almashamizmi deyman, jigaram. Bila, lekin ishonch shunaqa atmosferniy ekan, bilmayman qanaqa. Yoshligimizda kitayskiy anaqa filmdan ko'rardik-ku, o'shani aurasi kelyapti-da, bratom. Не знаю, mashina anaqa bor, sayohatni gashtini sezyapman. Birinchi kunda, hali ertalardan boshlangani ham kun. Lekin уже sezdim. Men bu bilan просто qarab tursang seziladi-da kitayskiy atmosferani. Наконец-то, брат. 12 soatda yetib keldik. Hali ovqatlanganimiz yo'q. Kстати, telefonim qani? Ot. Buni eng qiziq tomoni bilasanmi nima? Nima? Singan bo'ladi hozir. Jigarim bu Honor X9D sinmaydigan sverxprочный telefon. Planli. Bugungi taassurotlar birinchi, keyin planli. Ну, честно, город men o'ylashim bo'yicha endi kelishdan oldin Javoh o'zi ham biladi. Ну, menimcha unchalik emas. Yaxshi emas deb aytgan edim. To'g'rimi? Ha, aytdingiz. Shundoq chiqdik, avtobusga o'tirdim, bo'ldi, все. Kamera ham unutildi. Mashaq ketolmadim. Brat. Не знаю, taassurotlar juda ham zo'r, kuchli. Endi birinchi kun, даже boshlangani ham yo'q. Endi ikkinchi kunga o'tib ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Bo'ldi. Ertaga planda bizni No spoiler. o'zinglar ko'ringlar, zaif. Доброе утро, do'stlar. Xayrli kun. Shunaqa ham go'zal kun bo'ladi, voru. Shunaqa miriqib, mazza qilib 2 soat uxlabman. Короче, bugun 2 soat uxladim. Вообще uxlaganim yo'q. Bilmayman nimaga, juda ham charchadim, lekin umuman uyqu kelmadi. Menimcha hissiyotlar ko'p bo'lgani uchun, вот. Atak birinchi kun zo'r bo'ldi. Hozir Javoh ham kelishi kerak. Pastga tushib ovqatlanib olamiz. Ovqatlanganimizdan keyin ko'chaga sayrga chiqamiz, xudo xolasa. Tez tushar ekan deb ham uyalmasdan. Oy, voy bile. Sovuqda kuryer ketadi. Ni hao. How? Number. Вот этот. Okay, thank you. Уже знаю. Qolding. Umuman o'qib ketmagan yuz. Brat. Bunaqa sharoitda любой uxlayman. Bunaqa sharoit. Ha, men вообще uxlayman. Короче, Javoh bilan ovqatlarni qarayotganimizda prям go'sht taxlangan-da, prям bunaqa bif bo'ladi-yu, barbekular bor-da, kayfda, ko'rsanglar prям ishtahanglar ochib yuboradi. Faqat biz qo'rqdik, halol bo'lishi. Cho'chqa go'shtligidan qo'rqib qoldik, shuning uchun просто qanaqadir narsalar olib turib hozir yeyapmiz shu bilan. Yoqimli ishtahada ochib. Qanday atmosfera, Ahror? Brat, otelni o'zida shunaqa vid. Real Xitoy atmosferasini beryapti. Voy, anu zdaniyani tepasida bunker bor ekan. Qarang zo'rligini. O'ynab ber. Iltimos, pul beringlar, pul beringlar. Как все идет, им нужно завязать с рэпом. Как все идет, нужно кататься без стрепом. Zavos qilamizmi? Ber telefonni. Oy oy oy. Oy oy oy. Sindimi? Yo'q, конечно, bu Honor X9D. Как все идет, только близкий что-то значит. Как все идет, иду наверх, никак иначе. Ha, bilaman, buni qor deb o'ylabman. Yo. Ovqat berishdi-da. Hammaga yoqimli ishtaga. Qaqroqsan yeydigandan. Qaysi? Krevetkami? Nonushtadan keyin kiyim ko'rishga chiqdik. Juda dorogo, я не понял. Bitta dona kurtka ko'rdim. $100 dan qimmat olmagan. Srazu ketdik. Endi eng asosiy maqsadlardan bittasi bu yoqqa kelganimiz shmotki, brat. Yev, brat, mana buni qarang, ha. Narxi qanaqa?
329. Bu $50 degani-da. $50 dan sal kamroq deyapsiz даже. Shu yerda ham shirinlik o'g'irlayapsizmi? Qo'ying joyiga. Qisaqo, brat. Gapiradi. Zimmaqo. Voy, mana buni qara. Picture. Can I? Yes. Qochib ketdi. Voy. Oh. Bizani payt keldi jigaram. Bitta oftob qo'shib ketaman. 1 kun o'tdi. Men bu yoqqa telefonni qancha 50% olib keldim. Endi mana 43% bo'ldi. Honor X9 deyligini etmay qo'yaver, o'zlari bilishadi-yu. Qisqa qolgan. Yo'q, yodimman. Qisqacha fikrim, brat. Magazin haqida fikrim qimmat. Ded. Shahar haqidagi fikrim chiroyli. Qarang, hozirgi turishingiz ham karslarga tortyapti. Behazil edim. Men karsman-ku. Ani chuva. Bu dunyo beg'am, Javohir. Qimmat ekan, kстати, shu magazin. Qancha bitta oyoq kiyimi? $250. O't, hozir sizga challenge. Kim mashinadan yugurib o'tib ketsa, Ol, davay, men farqi yo'q. Realmi? Davay. Qayerdan, men bittanmi? mashinadan tepaga chiqib ketish kerak. Davay. Mumkinmikan o'zi? Bitta yozadi, hech narsa qilmaydi. Hey, jurliklik qilish mumkin emas, hey. Bo'lmadi. Voy, bile. Hozir короче challenge qilamiz. Oyog'imni tutib olishim kerak. Tutib olsangiz, bitta kiyim mendan. Davay, все. Voy, billa, ey. Siqirt bo'ldimi telefon? Qani? Ayo ishlatdi. Realmi? Конечно, bu Honor X9 deyku, god damn, bro. Metromi nima bu? Или podzemkami? Podzemka ekan. Lekin nimani sezdim? Brat, anunda ko'rdingmi? Avtobusda ketayotgan paytimizda oldimizda mashina o'tib ketyapti-da, anaqalar, mopedlar. O'lib ketishiga sal qoldi deb o'yladim, borib bittasini. Tushilu rasmga. Masjidami? Ha. Yalaqmisan? Bu biz sossalni eksperiment qilib turaylik bitta. Sossalni. Bu o'zbek topmaguncha qidiraylik. Birinchi o'zbek chiqqaniga Honor X9 deyveradi. Bu odamlar bilan muloqot qilaylik. Assalomu alaykum. Someday I'll find it, and I'm still reminded. Otelimizda frukti yo'q-da. Yeb olishga olamiz ham. Bu yoqda, kстати, bilasanmi, anaqa o'zi pomidor fruktga hisoblanadi. Realmi? Biz bekordan bekorga kulgandek bo'lib qoldik. Hozirdan oldin ko'p bo'lib qoldik. Qurba qiyimiz hozir tut. Shunda og'zida ochib turasiz, sразу ichiga sakraydi. Shuning uchun og'zimni yopmoqchiman hozir. Lekin aytishlari bo'yicha bu Uyg'urlarning ko'chasi ekan. Alkogol или no alkogol? Nima ekan? Buni ham Ichib ko'r, mana bu narsadan berdi. Vino, wine. Sorry, I cannot drink. Sorry. Ichimni berib qo'yishdimi? Ich dedingiz. Yarimi pishmagan qulupnay sotishyapti. 没有免费的。 Chayda. Nima deyapti? Не, попробовать, типа, попробовать, sorry. Nonmoqmi? O'zbekcha so'rasam, yeb. Это что, Максим, дядя Максим? Это орехи с Bodom with sugar. Nima deyapti? Let's go, brothers. Hi. Say hi. Say Baburello. Baburello. Let's go. Thank you. Do'stlar, to'g'risi atmosferani даже yarmini ham передать qila olmayapti bu kamera, lekin ishoninglar, nahadu har bitta
joyida kadr ko'ryapman, o'zim bilmayapman, prям reально kayf ekan bor-u. Nima yoqlayapti senga? Hidi, вообще. Нормально, честно. Город долго делал вид, что тебя не замечал. Он так тебя любил, не хотел так отпускать. Я смотрел на провода, через грязь на лобовом. Слепо верил, что они как-то свяжут нас там. Estetikni tushib bera olmayman, brat. Qayerga keldik? Bizdan. Через вагон листа. Bu. Короче, bu yerda kiyinar ekanmiz birga. Hozir bir-birimizga kiyim tanlaymiz. Go hozir o'zimizga emas, bir-birimizga tanlaylik. Challenge chiqaramiz shu yerda. Давай. Давайте. Kimniki zo'r chiqsa, kommentariyada belgilab qo'yinglar. Eng zo'r kommentariyaga bitta o'pishim bor. Sen tanlab berasan birinchi? Birinchi men sizga tanlayman, keyin siz menga tanlaysiz. Lekin u sizin tanlasangiz bor-u. Men lekin reально zo'rini tanlayman. Behazlet olma. Reально zo'r. Allo, Sharoat 5 aloqadaman. 5ta gai unga qora jentri shundoq tez hal qilaveringlar. Срочныйga. Bo'pti, давай. Nima qilamiz? Saturnni. Yo, bu ошибка молодости deydi. Bu milliy kiyim ekan mana. Menda adekvatniy. Bunga o'zingizlar baho beringlar bo'ldi. Hech nima demayman. Fanatki, brat. La ko'pligini o'pishib yuboraman. Bek olimpiyskiy chempion. Bek sila bilan. Свои, все свои. Anasiyo. И ой. Nihao bo'ladi. Nihao. Voy! Danon. Yes, siz ko'z tegmasin. I repeat, this is not good. But this Wow! Bu Honor X9D, bu zo'r telefon, sinmaydi, hop. Последний. Bo'ldi, brat. Siz otolismi ichiga, opa? Let's go! Давай! Qitchusiz. Давай. Голубцы! Давай. Хорош! Было. Ozgina. Было. Sen ham boshqacharoq tur, nima? Давай. Quchoqlab tush. Tusha olmaysanmi? Keyin esa bolalar bilan qanaqadir milliy konsertga tushdik. 让我给气的。紧接着，文在哪儿？老文在哪儿？等你和老文出了事儿。 Ovoz yaxshi ishlatmayapmi? Bizga tekinga hozir jitillar просто mana shunaqa ikkita bilet olib berishdi metroga. Mana bilet. Rahmat etdingizmi? Nima dedingiz? Sisi deyirkan. Sisidirmi ekan? Sisi da, спасибо. Sisi. Rahmat degan ekan. Bitta gap kelib qoldi. Aha. Abrikos, tros, kokos, mango, pivo, idasol. Yomon anekdot keldi. Arbuz degan. Tarvuz.
Keyin esa Javoh bilan qanaqadir xramga keldik. Tak, biz qanaqadir boshqa o'rmonga kelib qoldik. O'rmon emas, No, Getta tarafga kelib qoldik. Mana xullas bu yerda qanaqadir magazinlar bor, bu yerda Javohir bor. Sister babka gangsterga to'sqalagan. Короче, Uylarini qarang. Voy, oynasi ochiq ekan. bunaqa uylar, oilalar, men bir atom yomon xumuriy. Короче, bu sal opasniroq rayonga o'xshayapti. Bitta ko'rsating qanaqa kiyinganingizda. Ну-ка. Sumkangiz. Короче, qo'rqganidan sumkasini mamlakatga. Ну, o'ris tilida bitta gap bor. Abrikos trosk. Berejoni va bog' berejot deyshadi. Oynom. Wow, brat. Ko'pruni qara. Короче, Javoh bilan nimani bilib oldik? Bizga недавно gidimiz aytdilar. Оказывается, Xitoyda agar o'sirib olsangiz, bu normal holat ekan. Tipa odamlar ko'chada pirt qo'yib jimgina ketib borishar ekan. Eshitdik-ku. Voy, bittasini eshitdim, yomonidan qo'ydi jigara. Bas bilan. Bas bo'ldi, massa bo'ldi. Yagona daraja bo'ldi. Ular hozir esa kiyinishga ketamiz. Ko'rding? Tanib qolishdi Baburello. Tanib qolishda rasmga tushadi hozir. Rasmga U tushmoqchi qarang. ekan. Qarang. Emotsiya. Baburello. Переход bo'pti. Ketdi. Haqiqiysidan. Keyin Javoh bilan yana kiyim qarashga ketdik. Bolalarni yo'q. Mashina sotib. Короче, mana shu ikkalasi men bu bilan 200 yuanga tushdi. 200 yuan bu qancha bo'ladi? 250 ming, 300 ming bo'ldi. Mana shu ikkalasini 300 mingga olgan ekanman. Assalomu alaykum. Xullas, Ahror Alixonov YouTube kanalida Xitoy vlog davom etyapti va bizda bitta mirovoy rekordli joy bu. Osiyo rekordi. Mashitda hozir orqamizdagi eskalator Osiyodagi eng uzun eskalator. Mana buni qara. Uzunligini qara. Yeb. Sen ketib aylanamizmi? Давайте go. Давай. Давайте sekund bir o'lchaymiz. Necha sekund chiqish mumkin? Давай. Давайте 1 2 3 Bof. Всё. Yeb. God damn, bro. Goddamn, bro. Ciao. Voy, bule, mamuni oling. Voy, bule qo'rqaman men. Mana bu yerda. Men mikrofon odamman, menga bu vaqmali bu narsa, serios aytaman. Mencha vaqmali bu narsa. Loyli, ha? Ha, слишком. Mamuni qarang. Voy, bule qo'rqaman. Bu торговый центрda. Bule, men qo'rqaman. Aka, serios aytaman. Qo'rqmang, biratam. Короче, bora. Balandku. Men yerda bitta do'kon bor. Men boya bu yoqqa kelganman. O'sha yerdan hozir kamida mana nimadir sotib olaman. Реально? Sotib olaman. Bo'l, давай. Игрушка, прикинь. Игрушечный do'kon. Ha, игрушечный do'kon. Давай yana Do'kon. 1 minut 40 sekundga boradi-yu. Mana. Может быть. Mana. Ну-ка. Bundoq o'zing ham olib yur, Ahror, xuddi 05 ga olganda. Telefoningizga borgan. Ну-ка, qancha bo'ldi? Stop. 1 minutda 47 minut. Salkam 2 minut. Ber, zavozga mana ket. Wow. Mana. Yana bitta. Voy, nima boya o'xshatdi-yu, minus vibe bo'lman. Yaxshi, ham boshqa telefon emas ekan. Honor X9D. Uncha narsaga sinmaydi. Hech nima bo'lmadi. Ring. Mana buni qara, Kopkotda kishida uylangan. Qiziqchi narsa. Boy, zo'r narsa ko'rdim. 100 nechimidi? 200 nechimidi? 169 yuan. No, okey, mana Mametdagi Natasha qiz emasmi senga? Voy, bil orqasini ko'ring. Biz ham otaylik. AVP oling.
Endi AWPda unaqa ovoz chiqsa, avtomatga o'xshab chiqsa g'alati yo'q menimcha. Блядь. Осуждаю. Ahror просто minus vibe, короче. Kstati, men o'sha ma'lumotni bildingizmi? Ko'chada o'sirib ketish normal ekan. Men mana bunaqa. Ni hao. Nimalar bular? Thank you. Tipi qiziqqangacha qildingiz, oxiriga yetishtirib berdingiz-ku. Buni joy kelganda seryozni turinglar-da, pulimiz bor deb o'ylasin bular. Короче, ertalab bo'lgan voqeaman agar pastda xuddi soat sotar ekan kassiyor bordim-da, men buni nechta pul dedim. $150 dedi. Bola qo'limga taqib olganman, dedim ketdim, nechigaram. Короче, mana Hech qaysi bir yaxshi anaqaga kirmayapmiz-da. Hozir aytaman nima? Avvali Marshall, blядь. Marshall $500 bitta shim, blядь, tip olasan hozir. Eng qizig'i, Kutman agar, hozir mana shu. Eng qizig'i Marshall zvuk, DJ-ga o'xshaydigan o'sha kompaniya. Sen olmaydigan narsangga nima qilamiz o'g'ri bo'lib? Mana Pop Mart, короче. Labubu. Labubu olasizmi? Ha, Labubu shayton-ku. Серьезно. Kutmanda. Kutman agar. Kutman agarda shayton. Ketdi jigar. Astagfirulloh. Aka, Xitoydan Supermenni olib keting, boshqa joydan topa olmaysiz. Nima qilamiz? Tashqarida aylanamiz, tashqari ham takoy bosib ko'chalar. Hop ketdi, mayli. Olmayman hech nima. Ko'chada ko'rsam hozir olarman. Ya, Starbucksga chili. Chilu, давайте. Bitta kirib chiqaylik, Starbucksga kiramiz keyin. Ketdi. Bitta mini solantka bor-la. Uy, bu oyog'im. Oyog'im tomir tortib qoldi, brat. 3 million nimadan bo'ldi bu? Operator. Oyoq. Хочу лабубу, но не хочу покупать. Nima bu? Mana. What is it? Yopiq. Nima? Yopiq, Starbucks yopiq. Nima deysan? Va bitta mandarin go'mi? Ha. Yo, men. Ishlatmayman. Qanoch hozir Asad barbershopga kirib, sochini oldirmoqchi. Qanaqa oldirasan? To'lab berasan. Endi necha pulligiga qarab-da? Bo'pti. Bля, brat. Просто bilmayman qanaqa oldirishni. Real bilmayman. Sevib turishsan. Davay, qara. Men senga aytaman. Men bunaqa qilaylik. Chiqadi shoh. Bля. Men qoraman-ku. Mana bunaqa qilamiz, qarang. Asadga mana shunaqa qildiramiz. Voy billa.
Nima? Hayajonlanma, davay. Короче, hozir Asadga aytyapman. Soching zo'r tez chiqsa, men ham oldiraman deyapman. Agar yomon bo'lsa, jingga ketamiz. Yomon qilsa, okey. Okey. Damian. Uradilar hozir seni. Aka, как будто bekorga qilyapsan deb. Mana shu o'ylayapman qizig'i. Короче, Asad tayyor bo'ldi. Mana do, mana после. Voy, minus 1 uchosh aniq bo'ldi. Men o'zim oldirmoqchiman endi sochimni. Oldirmay, brat, sen shuni. Ya, bor, sochim. Mana oldingi Komol aka va hozirgi Komol aka. Assalomu Oy. 10 dan 5 baho qo'ydim. Qaytili cho'milib. Уже не серьезный qabul qilmaysiz. Agar mana shu video 3 ta like yig'sa, Javohir keyingi safar oldiramiz. Bye bye. Rasmga qildilar ustimizdan. Thank you. Bye bye. Salomat o'rtoqlar. Vallahi, qani. Короче, bu videoni bir 90% joyida operator men o'zim bo'lganman. O'shaning uchun ham kommentariy yozib qoldiringlar. Вообще qanaqa chiqibdi video bu. Do'stlar, videoga e'tibor bermaysizlar, imini manikiga. Men hozir xonamga kirdim. Reaksiyani поддельный qila olmayman boshqa, lekin ishoninglar, hayotimdagi eng zo'r xona shu bo'ldi, to'g'risi. Так, bu vanna, tualet, это nичего такого. Lekin do'stlar, men bu nima deyapti, bilay. Это что такое, блядь? Nima bu? God damn, bro. Oyjon ko'rayotgan bo'lsangiz, men sizni yaxshi ko'raman. Это факты. Lekin hayotimdagi eng zo'r vid shu yerda bo'ldi, to'g'risi. Ot hayotimda qancha otelda bo'lmaganman, no именно shu joy men uchun favorit hozir. Endi bolalarda bilmayman qanaqa, Javohirda qanaqa ekan, uni ham bilmayman. No imindi menda juda ham zo'r. Damn, bro. Охренеть. Офигеть. Jeko yetishmayapti. Jekoing yurardi hozir. Men ukamdan manzilni qarab chiroyli ekan, ukam deb. Shenzhenni изучать qilish uchun ko'chada aylanamiz. Damn, brat, вообще lekin Sian'ni отличаться qilar ekan-a. Umuman ikkita har xil kontrastdagi shahar. Короче, biz hozir bolalar bilan Riyad degan joyga bormoqchimiz. Instagramda zo'r kadrlar ko'rib qoldik. Hozir o'sha yerga metro bo'ylab bormoqchimiz. Hozir anekdot bormi? Qanaqa anekdot? Nima senga hazilkashmanmi? 7 kar 7. 24. Ey, bile. 49. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmasinglar. El anga shafiq va mehribon bo'lmasinglar. Oltin qafas ichida gal qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmasinglar. Kecha kelgimdir debam, o'li sarva gudrov kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim u chekdim yo'lida intizon. Keldi jon og'zimga bu o'l sarva gudrov kelmadi. Menga ham bittasi keldi. Abrikos bittasi. Qara lekin. Variant tasha. Kamol o'zi yaxshi aytayotgan ekan. Biz tinchgina turibmiz-da, davay ashula aytamiz-da, variant beryapti-da. Xo'p, mayli, men o'zi yetib ko'r desa, nima aytamiz, Sahron? Nima aytamiz? Nima aytamiz, Sahron?
O 10 X9 deb bo'lgani sinmasdi. Ya, hozir уже keta olmayman buni. iPhone ekan bo'ldi. Vuy bula. Vuy bula. Anime yotibdi. Hamma joy. Ko'rish qilib Billa, qanaqadir o'zga sayyoralarni iди nahv. Qara. Hello. O'g'lim bola. Subao. Turmayman. Naruto bilan Sasuke bilan ketdik. Guys, can you take video? Photo please. Photo. Chiq. Okay? Sasuke Naruto. Wax on a beat. Yeah. Yeah. Мы летим, и я ближе к небу. Yeah. Уши, слушай. Ай, разделываю их как стейк в рестике. Сижу на веранде с Евой. Люблю тебя так же сильно, как и в день первый, как и в день встречи. Вчера были руки и плечи, твои глаза на мои запястья и шепот о встрече. Полумесяц на небе, пусть он светит нам ночью. Я всегда буду на рэпе, между дел, между прочим. Когда готовишь на кухне, я обниму тебя сзади. Хочу твои поцелуи в нашей большой светлой хате. Тропинка, дождь и Париж. Mana endi oxirgi kun ham yetib keldi. Shenzhenda rovno 1 soatdan keyin aeroportga chiqib ketamiz. Xullas, gap qisqasi, agar sizlarga yoqgan bo'lsa, ushbu video albatta videoga like va o'z izohinglarni yozib qoldiringlar. Ya'ni o'z fikrlarni yozib qoldiringlar izohda. Honor X9D oxirida ham yana bitta maslahat berib o'tib ketaman. Reально haqiqatan ham yaxshi smartfon ekan. O'zim shaxsan sizlarga maslahat beraman. Sizlar bilan Axir Olixonov bo'ldi. Obuna bo'linglar, chunki biza milliardta bo'lishimiz kerak. God damn it, bro. Abrikot!